Assalomu alaykum, Xorazmli YouTube kanalimizga obunachilar. Aziz do'stlar, bugun sizlarga egaladan 2 xonali kvartirani ko'rsatib, danishtirjakman. Lokatsiyasini umuman gap yo'q. Yan tarafimizda Narxoz instituti, hozir pedagogika va innovatsion institutlar bor aziz do'stlar. Yan tarafimiz Rayhon bozor. Aziz do'stlar, Dekkan bozori ham yaqin, stadion, Olimpiya stadionidan ham yaqin. Yo'lning ustida ham desa, shu domimizdan oldimizda bir domba, chiqadigan bo'lsangizlar, marshrutkalardan muammo yo'q aziz do'stlar. 19:7lar polni yuridi beriladan. Asosiysi, agarda olib qo'yib yashayman desangizlar ham bo'ladi. Yo'q, biza investitsiya qo'yib, biza ijaraga berib qo'yaveramiz desangizlar ham bo'ladi. Nechun desa beriladi. Institut yaqin bo'lgani uchun studentlar ijaraga turaveradi bemalol. Kamida bir 200-300 dollarlar qo'ysangizlar bo'ladi, lekin ko'rasizlar, o'ngingizda qaraysizlar. Umumiy maydoni 46-28 metr kvadratda joylashgan. Yurt turg'onlaringizdan 5 etajli domni birinchi etajida joylashgan bo'ladi aziz do'stlar. Qaranglar, ikki oynasi yana oldi tarafına qaragan. Hozir endi ichki qismidan ko'rib danishamiz. Sizlardan bir dana like'larni bosib bizani qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz ham o harakatdamiz. Albatta sizlar uchun, o'zlarimiz uchun, shuning uchun bizani kanaldan zo'r, ajoyib sifatli, Xudo xolasa joylarni topishlaringiz mumkin bo'ladi. Domingizga keladigan bo'lsak, aziz do'stlar, travertillari, bog'lari, zeleniy zonalari, bisetkalari, parkovkalarni mavjud bo'ladi. Ana undan tashqari 100% pishgan kartoshkadan qurilgan dom bo'ladi. Doğru keladigan bo'lsa, Xudo xolasa, ekranda mulk egasini nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Ketdi kelsa ichandan ko'ramiz. Aziz do'stlar, uyimizni ichki qismidan ko'rib danishib chiqamiz. Bizani bu arka quloqli uyimiz, ya'ni skvazini. Tak, bu yanimizda zal, bu yanimizda spalni, doğrumizda aziz do'stlar, sanuzel. Giraverish eshiklarimiz demir eshiklardan qo'yilgan, avtomatika so'rak ekan, ummonli joylarimiz ham shunda chiroyli bo'lib turibdi. Pastlarimiz, bu yerimiz, yirgi yerimiz kafellar qilingan. Yirib chiqqanda yaxshi zo'r bo'ladi. Buyonlarimiz laminat pol. Girganda o'ng tarafimizda bizani aziz do'stlar, yurt turg'onlaringizning kuxnyasi tushgan. Bemalol keng bo'lib, bu yerga masalan kichkina bir stol qo'ysangizlar, bu yerda ham shu ovqatlarni o'tirsangizlar bo'ladi, bemalol televizorlarni asib bersangizlar bo'ladi. Mebel hamma o'zlarimiz tayyor. Yurt turg'onlaringizning kir mashinasi tayyor bo'lib turibdi. Ochilmag'anali, bu yerda odam yasholmagan aziz do'stlar. Suvdan aziz do'stlar, gazimiz elektronli. Bemalol yaxshisidan qo'yilgan ekan. Qaranglar, dumzo'r bichkalarimiz hamma o'zlari tayyor. Xolodilnikinacha tayyor aziz do'stlar. Olsangiz, to'g'ri xohlasangiz hazzab o'ynab kulib yashasangizlar bo'ladi. Yoki bo'lmasa endi institutlarga yaqin ijaraga bemalol berib qo'ysangizlar ham zo'r variant aziz do'stlar. Kamida bir 300 dollarga turadilar. Tak, aynalarimiz katta panoramik aynalar qo'yilgan, jaluzlarimiz bor. Общий koteldan bizani отопленияmiz qizadi aziz do'stlar. Eshiklari shuning ajoyib eshiklardan, oppoq eshiklardan qo'yilgan. Dumzo'r. Tak, girgandan keyingi xonamiz o'ng tarafdagi spalni. Qaranglar, perdalarni chiroylatib qo'ydilar. Xudo xolasa, g'ollarimiz döşelgan. Aboylarimiz super mo'shsha aboylardan qo'yilgan. Xudo xolasa, olsangiz azab o'ynab kulib yashaydi. Lyustralarimiz ham tayyor. Bu yerda yana giraverishda rozetkalarimiz ham bor ekan. Bu yerimizda sanuzel, ya'ni yuvinish xonasi, hojatxonasi sho'da joylashgan. Ariston hamma o'zlari tayyor. Suvdan muammo yo'q. Keyingi xonamiz zal. Qaranglar, zalimizdan chiroylatib, akkuratniyatib, remont qilingan aboylarimiz shunday ajoyibundan. Perdalarga qaranglar, dimzo'r, ajoyib. G'olimizdan e'tibor beringlar, zo'r, ajoyib, chiroyli hozirgi zamonaviy g'ollardan juda yashab qo'ydilar. Tak, televizorimiz chiroyli dekor panellar bilan qo'ydilar. Televizorni asib qarasizlar, bitta izzatib, o'ynab kulib yashasangizlar bo'ladi. Asosiysi aziz do'stlar, lokatsiyasi umuman gap yo'q. Dimzo'r yerda joylashgan. Maktab, bog'chalardan, institutlardan muammo yo'q. Bir dom o'tadigan bo'lsangizlar aziz do'stlar, marshrutkalardan muammo yo'q. Dekkan bozor ham hamma yerga tashiydilar. Hamma yerga boradi marshrutkalar. Shuning uchun ko'rasizlar, agarda olaman desangizlar, hazzab o'ynab kulib yashasangizlar ham bo'ladi. Bu yerda birinchi etajda aziz do'stlar. Yo'q, biz olib turib, Xudo xolasa, investitsiya qo'yamiz o'zlarimiz uchun. Ana studentlarga, oilali insonlarga ijaraga berib qo'ysak ham bo'ladi. Oyina kamida bir 200-300 dollardan berib qo'ysangizlar bo'ladi aziz do'stlar. Endi o'ngingizda qaraverasizlar, to'g'ri keladigan bo'lsa, hazzab yashaydigan xonadonlardan birisi. Ekranda mulk egasini nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Agarda sizdan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladi, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Bu videorolikimizni institutlarga yaqin yerdan 2 xonali kvartira qidirib yurgan yurtdoshlarimizga yorib qo'yasizlar. Narxi
460 million deb turibdi. Agarda pullaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, ustunda kelishib, savdolashib olaverasizlar. Dokument hamma hujjatlari tayyor. Umumiy maydoni 46-28 metr kvadratda joylashgan bizning bu kvartiramiz. Asa, sog' bo'ling, salomat bo'ling.